Reels chiqyapti. Reelsda erkak kishi o'tiribdi, ayol kishidan so'rayapti. Opajon, nima deb o'ylaysiz? Feminizm bizga kerakmi? Opa, men o'ylaymanki, feminizm bizga kerak emas. Bilach, opa, boshqa o'ylamang. Sizga o'ylash вообще zararli. Baxtimizga feministkalar jangu jadallar kesib, ulug' davlat yurt kesib qo'yishganki, siz kamerani oldida erkakchani oldida oydakkina bo'lib o'tiribsiz. Va bu erkak sizni fikringizni so'rayapti. Feminizm bo'lmaganda sizni fikringiz ham bo'lmasdi. Feminizm bu biz erkak bo'lmoqchimiz, erkaklar bilan pipiskalarimizni o'lchamoqchimiz degani emas. Voy, bugun ichim qotib qoldi. ChatGPT nima qilay deb so'raysizlar-ku, shu GPTdan feminizm nima deb ham so'ravoringlar, пожалуйста. Qadrli sevimli erkaklarimiz, siz ayolingizni tug'dirishga borganda erkak vrach kerak emas, ayol kishi tug'dirsin deb janjal qilasiz-ku, keyin akusherkacha chiqib keladi. Ayolingiz oldiga qani asol